yo'qotib tursani, hammasiga sa'd aybdorsan ham. Men prichom bo'tda. Ishlar yaramas. Maksimal tezlikni 70 dan 60 ga tushirishning nima keragi bor edi? Bu savolga javobni maktab fizikasi beradi. Aniqroq qilib aytganda, kinetik energiya mavzusi. Kinetik energiyaga tabiatdan bir nechta misollarni ko'rib chiqamiz. Masalan, ariqdagi suvning kinetik energiyasi. Ma'lum bir massaga ega suv ma'lum bir tezlik bilan kelib, o'zining kinetik energiyasi bilan sharpalakni aylantiradi. Lekin bizning ekologiyaga fizika qonunlari ta'sir qilmaydi. Yoki yana bitta misol, shamol generatori. Ma'lum bir massaga ega havo ma'lum bir tezlik bilan kelib, shamol generatorini aylantiradi. Kinetik energiya o'zi nima degani? Agar potensial energiya, to'planish, zaxira energiyasi bo'lsa, kinetik energiya esa harakat energiyasi, ya'ni ma'lum bir massaga ega buyumning ma'lum bir tezlikdagi ta'sirini anglatadi. Kinetik energiya formulasi m ko'paytirilgan v ning kvadrati taqsim 2. Bu o'zi nima degani? mv kvadrat taqsim 2. Bu deganiki, buyumning kinetik energiyasi, ya'ni uning tashqi dunyoga qanchalik qattiq ta'sir qilishi massaga bog'liq hamda tezlikka bog'liq. Mana endi ko'p ham gapiravermasdan, kelinglar Kuchinskiy tajribalarini boshlaymiz.